Ol tarafda. Ey Amiril Mo'minin, men bilan yuring. Ubaydulloh ibn Saaddan haqqimni olib bering. Menga zulm qildi. Do'stlarim bilan mashg'ul ekanimni ko'rmayapsanmi? Sizlarning yoningizga borsam menga parvo qilmaysizlar. Musulmonlar ishi bilan mashg'ul bo'lganimda esa kelasizlar. Men nima yomonlik qildim? Nima yomonlik qildim? Shimol tarafdan deyotgan edingiz. Kuch va quvvat faqat Allohdandir. Nimalar qilib qo'yding, Umar? Aslam, hozir ketgan odamni topib yonimga olib kel, hoziroq. Kuch va quvvat faqat Allohdandir. Kuch va quvvat faqat Allohdandir. Ey birodar! Yuring, Amirul Mo'minin yoniga boramiz. Meni jazolab bo'ldingiz, Amiril Mo'minin. Yana nima istaysiz? Qassamni olib sen ham meni urishingni istayman. Aytganimdek qil, Allohning huzuriga bu gunoh bilan bormang. Yo'q, Amiril Mo'minin. Alloh va siz uchun bu ishni qilmayman. Unday emas. Yo Alloh uchun kechirib, o'zidan savob umid qil. Yo mendan o'shingni ol. Adolatdan bo'ladi. Alloh uchun voz kechdim, Amiril Mo'minin. Kechirdim.